Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hurmatli ko'rguvchi-navalar. Men bir o'z xoladim sizlarga ikki muhim masalani bayon qilsam. Chun ba'zi do'stlar buni so'raydilar. Birinchisi nima? Birinchisi u nafarga qurbonlik qiladi. Yo qurbonlik qilish niyati bor. U nima qilsin? Mana shu ro'z yakshanba, shu ro'z oxir ro'zi to masalan shomiyachin tirnog'i sochini olib biladi. Undan sonra olmashlik to 10-Zulhijja yo avval namoz kuniyachin bir amri sunnat. Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamdan bir sobit. Bir odam majbur bo'ldi, yo qirrozdan oshib ketgan, tirnoqlari xarob bo'lib ketgan, xulosa nizobat murod bo'lmagan, agar olgan surati ham qurbonligidan kamalmaydi. Ammo o'shani tark etishlik ro'z o'rtasida bir amri sunnat, savob bo'ladi. Va ikkinchi masala, bir tidod hayvonotiki bor qurbonlikka bo'ladi. Masalan, qo'y, eshikka yo getchi deymiz bizlar, inay va to'rlansa ham teva. Mana bu to'ravi. Qo'yki bor 6 oydan o'tib 7-chi oyga qadam qo'ygan bo'lsa va boshqa qo'ylarning qavorasini olgan bo'lsa, yo 1 yoshidan o'tgan bo'lsa, qavorasi kichik bo'lsa ham qurbonlikka bo'ladi. Eshki bor yo getchi, buning o'zi 1 yoshni purra to'ldirgan bo'lsin. 2-chi yoshga qadam qo'ygan bo'lsin. Inayki bor, inay 2 elni o'tkarib, ya'ni 2 yoshga kirib, xalos bo'lgan bo'lsa, 3-chiga qadam qo'ygan bo'lsa, bu ham qurbonlikka bo'ladi. Tiva bor, boyat 5 yoshni to'ldirib, 6-chi yoshga qadam qo'ygan bo'lsa. Ana bular nima bo'ladi? Qurbonlikka bo'ladi. Xo'p, bular qancha nafarga bo'ladi? Qo'yugetchi bor, ikkisi bir nafardan kifoya qiladi. Har nafar bittadan so'ysa bo'ladi. Va tiva bor, oxiri qancha? 7 nafar. Ena ham bor, oxiri 7 nafar. Xo'p, 1 nafar topiladi, o'zi so'yadi, o'zi bo'ladimi? Bali bo'ladi. 5 nafar qo'shilib so'yadilar, bo'ladimi? Bali bo'ladi. 6 nafar bo'ladi. Ammo hadda aksari shuki 7 nafargacha bo'ladi. Xo'p, bir teda qo'ylaki bor, qulog'i kesilgan, yo qulog'idan kam, yo boshqa bir a'zosidan 3dan biridan kam bo'lsa, kam olingan bu yo kam bo'lsa shunda qurbonlik bo'ladi. Masalan, qulog'ini 3 bo'ldi desangiz, shu 3dan 1 hissasidan kamrog'i kam. U qurbonlikka bo'ladi. Agar bir hissa purra ketgan bo'lsa, undan ko'proq ketgan bo'lsa, qurbonlik bo'lmaydi. Mana shu masalalarni qoladim sizlar sharik etsam, buni sizlar ham boshqa do'stlaringiz bilan sharik eting. Inshaalloh chun bu masalaning vaqti hammalarga Alloh taolo ajr azim beradi. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.